Xonasini chiroyli qilib, bezatib, chiroyli kuxnya qilib, sifatli narsalar ishlataman degan akalarimiz uchun bitta ko'ringlar mana shu xonadonimizni. Bismillah. Akalar nima deyapti? Bitta ko'rib o'zlaring baho berib yuboringlar. Xonadoningizga shunaqangi sifatli mahsulotlardan granit toshlar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Nafaqat mana shunaqangi tosh, balki akril, kvars hamda tabiiy granit toshlarimizdan ham ustanovka qilib beraveramiz. Akamiz esa akril toshni ma'qul ko'rganlar, ko'rishlar mumkin. Toshimiz mebelimizga shunaqangi bir kombinatsiya bo'lib ketgan, behijolat birov uyalib ham qolmaydi. Mazza qilasizlar kirganlaringda. Mazza qilib mana shu oshxonada masjidlarda joylar o'tinaveradi. Behijolat. Narxi ham unaqangi bo'lib ketmaydi, lekin puliga yarasha narsa bo'ladi. Hamma komplimentlarda joylashtirib qo'yishgan, balki bitta eshigi qo'yilsa bo'ldi ekan. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldirib o'tyapman. Manzilimiz Qo'qon shahar.